Norin tumani adliya bo'limi bosh maslahatchisi Jasurbek aka Mamadaliyev tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz Yaxshi, rahmat. Juda ham ajoyib. Aynan bugun yana bir qanchasiga savollarni tayyorlab kelganmiz. Muxlislarimiz tomonidan bilasiz, har gal dasturimizga mana shu adliya boshqarmasidan adliya bo'limlaridan mehmonlarimiz kelsa, muxlislarimiz savol berishardi. Va suhbat tugaganda ham bu savollar tugamasdi. Xuddi mana shunday savollarimiz bor. Shu bilan birga mana bugun aytingchi, yangi O'zbekistonimizning mehnat qonunchiligida xotin-qizlarga nisbatan qanday imtiyozlar nazarda tutilmoqda? Shular haqida ham bugun muxlislarimizga bir ma'lumotlarni taqdim etsak. Avvalambor assalomu alaykum. Hammamizga ma'lumki, 2023-yil 1-mayda umumxalq referendum yo'li bilan O'zbekiston Respublikasining yangi tartibdagi konstitutsiyasini qabul qildik. Mazkur konstitutsiyaning 42-moddasi 3-bandida homiladorligi yoki 3 yoshgacha bolasi borligi sababli xodimni ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va ish haqini kamaytirish to'g'ridan-to'g'ri taqiqlanishi nazarda tutilgan. Mazkur norma Mehnat kodeksimizning 392-moddasi bilan mustahkamlab qo'yilgan. Agar ish beruvchi tomonidan shunday harakatlar sodir qilinsa, bu Jinoyat kodeksining 148-moddasi 2-qismi bilan qismida nazarda tutilgan jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi mumkin. Juda ham ajoyib. Va menda yana bir savol. Aytingchi, ayollar mehnatini muhofaza qilish uchun qanday qo'shimcha choralar mavjud? Yuqoridagi savol juda o'rinli. Yangi tartibdagi Mehnat kodeksimiz 25-bobi aynan ayollarning huquq va manfaatlarini, ularning mehnatini muhofaza qilish uchun alohida bob kiritilgan. Xususan mazkur bobda 392-moddasida ayollarni o'zlariga nisbatan belgilab qo'yilgan normadan oshiq yuk ko'tarish va yuk tashlash mumkin emas. Shuningdek, 14 yoshgacha to'lmagan farzandi bor ayollarni, ularni yoki ularning oila a'zosini betob vakiliga qaragan vaqtda ularga ish vaqti kechiktirilgan ish vaqti belgilanadi. Shuningdek, ularni mehnat qonunchiligidagi bergan normalari, ya'ni shu moddalar tartibida belgilab qo'yilgan. Juda ham ajoyib. Shu bilan birga mana ayollarimiz ishlashadi. Ularga ham mehnat ta'tiliga chiqishlari uchun qandaydir imtiyozlar ham bormi? Mehnat ta'tiliga Mehnat kodeksining 401-moddasi bor. Ya'ni ayollarimiz 2 yoki undan ortiq farzandi bor yoki 16 yoshga to'lmagan bir nafar nogiron farzandi bor ayollarga har yilgi mehnat ta'tillariga 4 kalendar kundan qo'shimcha mehnat ta'tili beriladi. Shuningdek, Mehnat kodeksining 400-moddasida homilador ayollarga yoki bola tuqqandan keyin ularning xohishiga ko'ra mehnat ta'tillari homiladorlik tug'ish ta'tilidan oldin yoki keyin beriladi. Homilador ayollarni mehnat ta'tiliga chiqqan paytda ularni mehnat ta'tilidan chaqirib olish mumkin emas. Shularni nazarda tutilgan. Bugungi kunda mana nafaqat aynan ish bilan band bo'lgan ayollarimiz bor, balki ta'lim yo'nalishi bo'yicha ham aynan ayollarimizga ko'plab imtiyozlar berilyapti. Nafaqat mana maktabdagi ta'lim deymiz, balki bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ham aynan ularga imtiyozlar berilyapti. Mana shunday imtiyozlar haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Misol uchun 2025-yilda Adliya vazirligimiz tashabbusi bilan ayollarga huquq ko'mak aksiyasi o'tkazildi. Xuddi shunday aksiya davomida Norin tumanida faoliyat yurituvchi budjet tashkilotlarida faoliyat yurituvchi xodimlarni huquqlarini himoya qilishga qaratilgan aksiya o'tkazildi. Shunda mazkur aksiyada 30 dan ortiq ayolni mehnat qonunchiligidagi buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlandi. Bu prezidentimizning 2021-29-iyundagi PQ 5168 sonli qarori bilan tashkil topgan yuridik markazlar hamda adliya bo'limining hamkorligida amalga oshirildi. Juda ham ajoyib va kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Aynan mavzumizga ham mos bo'ldi. Mana fursatdan foydalanib muxlislarimizga aytib qolardikki, aynan xotin-qizlarga bugun jamiyatimizda ko'plab imtiyozlar, shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Faqat undan unumli foydalanish bu o'zingizga bog'liq. Bu O'zbekistonda inson qadri qanchalik ulug' ekanligini ko'rsatib beruvchi bir kichikgina e'tibor desak mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat ma'lumotlar uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelganingiz uchun. Yaqinlashib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan butun O'zbekistonimizdagi xotin-qizlarimizni, xususan adliya tizimida ishlayotgan opa-singillarimizni hamda oila a'zomizdagi onamni, opa-singillarimni, ayolimni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklayman.
Rahmat, sog' salomat bo'ling.